Opaxon menga tushgan zaifkan ko'rib bering-chi, bonusi bormi ekan? 900 so'm bonusi bor ekan. 9400 so'mmi? 900 aka. 900 so'm ham bo'ladimi? Ha. Ha, 900 so'mga qo'shsangiz necha bo'ladi? 1200 so'm bo'ladi-yu. Astagfirullah, nima deyapsiz? 900 so'm bonusi bor ekan deyapti. Garangmisiz? 900 so'm qanaqa bo'ladi? Nima qanaqa bo'ladi? 900 so'm bonusi bor ekan deyapti. Garangsiz siz. Yaxshimisiz-ku? Ha, yangicha pul chiqdi-da, bilmay qolibsiz, bo'pti. Sizmi deysiz? Qachondan taksida yuradigan bo'lib qoldingiz siz? Peshkom yursiz bo'lmaydi, men o'g'ra qilmasdan. A bozorga borib keling. Kompotga bank olgan ketyapsizmi? A nima qilganingiz bu? Sizni basharangizni ko'rsam hayotga qiziqishlarim so'nib ketyapti-da. A siz ham oy pari emassiz? Men oy bo'laman-da. Konditsioner yoqib qo'ying. Haqqingizni talab qilmayman mashinadan, tushundingizmi? Mashina qiynaladi. Men komfort chaqirganman. Siz komfortda yurguncha kompotni yoping, tushundingizmi? Lalagumi? Mana sifatli tagli ekan, yumshoq, bolaga botmaydi, allergiya bermaydi, maza qilib uxlar ekan bola. O'zingizga oldingizmi? Yo'q, prikolchi bo'lib qolibsiz-mi? Hali qo'rg'alari sindirib tashlaganda baklashga budab yurganlari esingizdan chiqib qopti. Konditsioner so'rayotdingizmi siz? Hozir bir mortga tushirib qo'yaman, muzni konditsionerda yotasiz. Yomon bir o'limimni kutasiz-da. Chivin kiroyapmi? Qanaqa chivin? Yana o'lyapti bu odam, yana o'lyapti. Qarab turing, ustingizdan shalva bosaman, klient hurmat qilmayapsiz. Bosib ko'rish, jalbi yechilgungacha kaltingizni o'zingiz. Yo'q, asabga tegmang, zalga chiqayotganman, mazangizni qochirib qo'yaman. Hozir. Shunaqa uraman hozir, shunaqa uraman. Qani kelingchi baqa. Hop, urinchi fura berib turing. Hoppa mana. Kelingchi. Kuyov, qarilik qilib qo'ydim. Qo'yib yuboring. Necha, qaytib menga hurmat qilasiz. Yo'q, qo'yib yuboring, yo'q. Karislarga sotib yuboraman.